Barcha yurtdoshlarimizga muborak ro'zai Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Yuzingizdan kulgu, xonadoningizdan qut baraka arimasin. Har doim tinchlik va shunday bayramlar ko'p bo'lishini tilab qolamiz. Bilasizlar, hayit bayramida katta ko'pchilik mehmondorchilikka boradi yoki-da o'zi mehmon kutadi. Albatta, bugun sizlarga shu mehmondorchilikda dasturxoningizni bezab turadigan shirinliklarni birma-bir aytib o'tamiz. Birinchi mahsulotimiz hayit dasturxoningizni bezab turadigan mahsulotlardan birisi Istiqlol Lazzati brendi ostida ishlab chiqarilgan shunday turetskiy pahlavalarimiz. Rulet shaklida tayyorlangan, usti kunjutli bo'ladi, ichi cholli molokoli. Ta'mini esa gap bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi mahsulotimiz vanilla brendi ostida ishlab chiqarilgan shunday napoleonlarimiz. Xamirlari katma-kat bo'ladi, har bir qatlam orasida moloko surtilgan bo'ladi. Xamirlari shu darajada yupqa qilib tayyorlanganki, yegan vaqtingizda og'zingizda erib ketadi. Ta'mini keladigan bo'lsak, dimmazza. Oxirgi mahsulotimiz hayit bayramida dasturxoningizda обязательно bo'lishi kerak bo'lgan mahsulot Irfon brendi ostida ishlab chiqarilgan yumshoqqina medaviklarimiz. Har bir qatlam orasida krem surtilgan bo'ladi. Shunday yumshoqki, og'zingizga solgan vaqtda erib ketadi. Ortiqcha ta'riflab o'tirishga hojat yo'q. Kattami, kichkimi hammaga birdek yoqadi. Har xil turdagi, har xil did sohiblarini yoqadigan mahsulotlarimizni cheklanmagan miqdorda Bunyod Optim do'konimizdan optim narxlarda sotib olsangizlar bo'ladi. Barchangizni hayit bayrami bilan tabriklagan holda do'konimizda kutib qolamiz. Bunyod Optim, biz shirin ta'm va baxt ulashamiz.